Kandesdan ana yangiliklar geldi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizlara toza shubalarimiz geldi. Yine her xil ranglar var, görürseniz mümkün. İçleri dublonkali, issiq narsa. Bular original sifatli vazlar, tekin. Bu serisi temnirak seri bu. Bu açıkrak serisi yine. Bir kısım bo'ladi. Basılıp kamidog'un materialdan ishlangan bular. Qo'llar ham qo'shdi. To'ylara giyarasizlar. Bu yana bir svet yine. Karışni sveti. Bularning qolipi zo'r, giyganda qo'nib, yarashib turadi. Gelip dükkanımızda bemalol giyib ko'rib, aynaga qarab, saylab olsangizlar bo'ladi. Yine materiallar ham zo'r narsalar, bular chirlab turadi. Qorasi. Qorani endi o'zingiz ko'ringlar, qorani maqtash shart emas. Liboy giyim bilan yarashib ketaveradi. 4 kil bin bozor 430-432 dükkanlarda Zamira Fan'ın dükkanına geleverasizlar. Hammangiz kutib qolamiz. Şimdi kalta şubalarımız geldi. Razmerleri M'dan 3XL'acha. İçleri dublonkili variantı. Şimdi svetimiz amba. Bu modellarimizning yenglari doğru ishlangan. Qo'llarına shunday jemchiqlar qo'yib ishlangan. Broshkalar olib qo'yiladi. Bu shubalarimizni bahosini 500 ming so'mdan beramiz. Shubasi yaxshi. Şimdi qora svetimiz amba. Qarasam yaltirab turadi, черный бриллиант qora.